O'zining rang-barang spektakllari bilan insonlarga ma'naviy ozuqa, madaniy dam olish va estetik zavq taqdim etib kelayotgan Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri jamoasi jahon dramaturglarining eng sara asarlarini sahnalashtirib, tomoshabinlar ko'nglidan joy olmoqda. Teatrda amerikalik mashhur yozuvchi qalamiga mansub Vavilonning eng boy odami asari sahnalashtirilib, muxlislar e'tiboriga havola etildi. Hozirgi lavhamiz premyera haqida tayyorlandi. Bunday xiyallar mağada tıkışılıp vermeydi. Bizler bunlarda yatağını durumumuz olsa yıldan yılga jarlı bulun kalemi. Vavilonning eng boy odami asar ko'pchilikni o'ylantiradi. Kambag'allikka kim sababchi? Boylikka erishishning siri bormi? Singari savollarga javob izlaydi. Mazmun tomondan sabrli bo'lish, o'ziga ishonch, halollik singari fazilatlarga chorlaydi. Teatrning bosh rejissyori Muxtar Reymov tomonidan sahnalashtirilgan asar tomoshabinlarga eski Vavilon shahrida boy va donishmand bo'lishga undaydi. Spektaklda inson hayotidagi eng ahamiyatli darslarning biri pulni qadrlash va uni to'g'ri sarflash haqida gapiriladi. Tomoshabinlarni o'ylantirib, to'g'ri yo'lni tanlashni o'rgatadi. Bu basını qancha ko'p pul tiksak, shuncha ko'p foydalasak. Demak, kelisdik. Kes. Bu spektaklimiz 7-premyeramiz bo'lib hisoblanadi. Reja bo'yicha 4 spektakl qo'yishimiz kerak shilni, biroq bu yil rejani kenglab olib, ortig'i bilan premyeralarimiz o'tib o'tibdi. Bu spektaklning yana bir o'tusli jag'i tillar kesimida de ishlatilgan. Premyeramiz Qoraqalpoq tilida o'ylanadi. Yaqin aralarda tayin bo'ladi. Bu ham жұмыс prosesi ketib o'tiribdi. Anglishan tilida de bu spektakl yaqin arada xalqimizga anam etiladi. Spektaklda qiziqarli sahna ko'rinishlari, yosh aktyorlar tomonidan mahorat bilan ijro etilgan rollar tomoshabinlarga alohida taassurot qoldirdi. Amerikalik mashhur yozuvchining qalamiga mansub bo'lgan Vavilonning eng boy odami asari jahon xalqlari tomonidan sevib o'qiladi. Asarning teatr sahnasida sahnalashtirilishi jamiyatning madaniy dunyosini boyitishda ahamiyatli bo'ldi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.